Bugun aksiya va aksiyaga investitsiya qilish masalasi hammani qiziqtiryapti. Bugungi videoda mana shu aksiyalar haqida va ularga qanday qilib investitsiyalar qilish mumkinligi haqida gapirib o'tmoqchiman. Aksiya qanday ishlaydi? Aksiya bu kompaniyaning bir kichik bo'lakchasi. Masalan, siz biznes ochmoqchisiz. Sizga pul yetmayapti. Siz do'stlaringizga, tanishlaringizga chiqib taklif qilasiz. Ular bergan mablag' evaziga siz ularga ulush berasiz. Endi ular kompaniyangiz topadigan foydadan ham ma'lum bir ulushga ega bo'lishadi. Mana shu ulushni biz aksiyaga o'xshatamiz. Shunday qilib, kim aksiyani sotib olsa, u kompaniyaning ulushdoriga aylanadi va undan keladigan foydalarga haqli bo'ladi. Aksiya keltiradigan asosiy foydalar. Birinchisi, kompaniya o'sganda aksiya narxi ham oshadi. Ikkinchisi, dividendlardan daromad olish mumkin bo'ladi. Dividend bu foyda. Uchinchisi, xohlagan vaqtda aksiyani sotib, uni pulga aylantirish mumkin. Aksiyaning ikki turi bor: oddiy aksiya va imtiyozli aksiya. Oddiy aksiya narxi oshishi va dividend olish huquqini beradi. Imtiyozli aksiya odatda kamroq riskli, lekin dividend olish kafolati kuchliroq bo'ladi. Aksiyalarni qayerdan sotib olamiz? Aksiyalarni biz fond birjalaridan sotib olamiz. Masalan, AQShda New York fond birjasi, Angliyada London fond birjasi, O'zbekistonda esa Toshkent Respublika fond birjasidan sotib olamiz. Aksiyalarni birjadan qanday qilib sotib olamiz? Bunda bizga broker yordam beradi. Broker biz bilan fond birjasi o'rtasidagi ko'prikdir. Broker sizning nomingizdan aksiyani sotib oladi va sizni nomingizdan uni sotadi, balansingizni yuritadi, hisob-kitoblarni qiladi. Investorning o'zi to'g'ridan to'g'ri birja bilan ishlay olmaydi. Unga doimo brokerning yordami kerak bo'ladi. Aksiyaga investitsiya qilishning afzalliklari nimalardan iborat? Birinchisi, investitsiyadan himoya qiladi. Bankda turgan pullar, hisob raqamimizda yoki plastik raqamlarimizda turgan pullar inflyatsiyaga uchrab qiymatini yo'qotadi. Ammo aksiyaga kiritilgan mablag'larimiz esa kompaniyaning o'sishi, rivojlanishini evaziga qiymati tiklanib boradi, o'sib boradi. Agar aksiyalarni biz uzoq muddat ushlaydigan bo'lsak, aksiyalar bizga haqiqatda ham ko'proq daromad keltirishligi mumkin. Buni biz tarixdan ko'p ko'rganmiz va buni statistik ma'lumotlar orqali ham ko'p ko'rganmiz. Aksiyalarga pul kiritish bankda omonatda saqlaydigan foizlardan ancha yuqori bo'ladi. Masalan, Apple kompaniyasining aksiyalari so'nggi 5 yil ichida 122%, ga, Microsoft kompaniyasining aksiyalari 135% ga o'sgan. Ya'ni 5 yil oldin Microsoft kompaniyasiga $100 kiritgan, bugungi kunda $235 ga ega bo'ladi. Keyingisi, aksiyalar bizga passiv daromad ham beradi, dividend shaklida. Ba'zi kompaniyalar 1 yilda 1 martadan 4 martagacha dividend to'laydi. Undan keyingisi, sanoatlar va texnologiyalar o'sishi. Hozir kunda IT bilan sun'iy intellekt, fintech va boshqa turli sohalar rivojlanib bormoqda. Va bu sohalardagi aksiyalarga pul kiritganlar ham kelajakda katta istiqbollarga ega bo'ladi. Qanday aksiyalarga investitsiya qilish kerak? Boshlovchilar uchun eng asosiy oltin qoida bu o'zi yaxshi tushungan, o'zining fahmi, aqli yetgan bizneslarga investitsiya qilishdan boshlash kerak. Kompaniyalarni tanlashda esa asosiy mezon bu ularning barqarorligi. Bozorda ular uzoq davrdan beri barqaror ishlab kelayotgan kompaniyalardan bo'lishi kerak. Masalan, Apple, Microsoft, Google, Toyota kabi kompaniyalar uzoq vaqtdan beri o'zlarining aksionerlarini mamnun va xursand qilib kelishyapti.